Top 5 ta grant taqdim etadigan davlatlar. Germaniya. DAAD stipendiyalari. Germaniya akademik almashinuv xizmati xalqaro talabalar uchun ta'limning barcha yo'nalishida stipendiyalarni taklif etadi. Bepul ta'lim. Germaniyadagi ko'plab davlat universitetlari bepul ta'lim bilan mashg'ul. AQSh. Fulbright Scholarship. Fulbright dasturi xalqaro talabalarga Qo'shma Shtatlarda o'qish yoki dars berish uchun grant taqdim etishadi. Bundan tashqari, ba'zi universitetlarda yutuqqa asoslangan grantlar ham mavjud. Buyuk Britaniya Chevening Scholarships. Buyuk Britaniya hukumatining Global stipendiya dasturi taniqli xalqaro talabalarga to'liq moliyalashtirilgan stipendiyalarni taklif qiladi. Avstraliya hukumati rivojlanayotgan mamlakatlardan kelgan talabalarga Avstraliya universitetlarida o'qish uchun grant taqdim etishadi. Kanada Vanier Canada Graduate Scholarships. Kanada hukumati doktoranturada tahsil olayotgan xalqaro talabalarga stipendiyalar taklif qiladi.